Be careful who you trust, Sergeant. People you know can hurt you the most. You have a heart. A cold one. Choices have consequences. Negative. Found a refuge. Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi roligimizda biz sizlar bilan Ghost haqida ma'lumotlarni ko'rib chiqamiz. Ya'ni Ghost kim? Ghostning haqiqiy ismi, nega u niqob taqadi? Task Force 101 guruhi qanaqa? Eng fojiali voqea va yakun. Who leads Shadow Company? Give me a name. Ghost. Ko'pchilik niqob ostidagi askarni ko'rgan, lekin uning kimligini bilasizmi? Ghost Call of Duty tarixidagi eng sirli askarlardan biri. Bugun siz Ghost aslida kim, qayerdan kelgan va nima uchun doimo niqob taqishini bilib olasiz. Ghostning haqiqiy ismi Simon Reilly. U Buyuk Britaniyada tug'ilgan va yoshligida harbiy bo'lishni xohlagan. Keyinchalik u maxsus kuchlar askariga aylanadi. U juda sovuqqon, professional va xavfli missiyalar uchun tanlangan. Simon Reilly bolaligida juda og'ir hayot kechirgan. Uning otasi juda shafqatsiz bo'lgan va uni ko'p qo'rqitgan. Keyinchalik Simon harbiy bo'lgach, o'zining qo'rquvini kuchga aylantiradi. Shu sababli u skelet niqobini taqa boshlaydi. Bu niqob uning ramziga aylanadi. Keyinchalik Ghost mashhur maxsus guruhga qo'shiladi. Bu Task Force 101. Bu guruhga yana mashhur askarlar kiradi. Kaptan Price, Soap McTavish. Ular birgalikda dunyodagi eng xavfli missiyalarni bajarishadi. Ghostning hikoyasidagi eng og'ir voqea Call of Duty Modern Warfare 2 o'yinida bo'ladi va uning hamkori Soap muhim ma'lumotni olib kelishadi, lekin ular xiyonatga uchraydi. General Shepard Ghostni o'ldiradi. Bu sahna o'yin tarixidagi eng ayg'uli sahnalardan biri hisoblanadi. Ghost oddiy askar emas edi. U qo'rquvni kuchga aylantirgan jangchi edi. Shuning uchun ham Ghost o'yin tarixidagi eng esda qoladigan qahramonlardan biri bo'lgan. Ghostning haqiqiy ismi Simon Reilly. U Britaniya maxsus kuchlarida xizmat qilgan. U Task Force 101 a'zosi. U juda sovuqqon va kam gapiradi. Skelet maskasi uning ramzi hisoblanadi. U portlovchi va yashirin operatsiyalar ustasi. Uning hikoyasi komiksda ham yozilgan. Ko'pchilik Ghostni o'yinning eng mashhur qahramoni deb hisoblaydi. Uning o'limi sahnasi o'yin tarixidagi eng ayg'uli sahnalardan biri. Ghost bir nechta o'yinlarda paydo bo'lgan. 2009-yil. Call of Duty Modern Warfare 2. Eng mashhur skelet maska qora ko'zoynak. 2019-yil. Call of Duty Modern Warfare. Zamonaviyroq maska, qalin taktik kiyim. 2022-yil. Call of Duty Modern Warfare 2. Eng realistik dizayn, yangi skelet niqobi. Ghostning yuzini eng real taxminiy ko'rinishi. Rasmiy o'yinlarda Simon Reillyning yuzi to'liq ochilmagan, lekin komikslar va o'yin dizaynerlar aytishicha, u taxminan shunday ko'rinishga ega. Oqartirilgan teri, qisqa chegarang yoki sariq soch, o'tkir jag' chizig'i, jiddiy va sovuqqon yuz ifodasi. Ba'zi fan artlarida u britaniyalik maxsus kuch askari ko'rinishda tasvirlanadi.